Dilfuza Qobulova tajribali o'qituvchilardan biridir. U uzoq yillardan buyon yosh avlodga ta'lim berib kelmoqda. 1991-yilda 47-maktabda o'z ish faoliyatimni boshlab, mana 30 yildan beri shu maktabda ishlab kelmoqdaman. U dars jarayonida tarbiyaga alohida e'tibor qaratadi. Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Hozirgi zamonda ota-onalarning yordami kerak bizga. Biz ular bilan hamkorlikda farzandlarni to'g'ri tarbiyalab, ilm bera olamiz. Bugungi talablar asosida yoshlarga zamonaviy bilimlarni egallashni tavsiya etadi. Yangi imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi. Ijtimoiy tarmoqlar har doim o'quvchilarga aytaman, o'zi asli internetdan to'g'ri foydalansa juda ham foydasi ko'p. Dunyodagi kitoblarni haqida xabar bo'ladi, yangiliklari bu o'sishga, dunyoqarash kengaytirishga juda ham katta ta'siri bo'ladi. Hozirgi zamonda o'qituvchi o'quvchiga do'st bo'lish kerak. Birga qadam bosish kerak zamon bilan. O'sha internetdagi hamma ular biladigan narsani biz ham bilishimiz kerak. O'shanda til topisha olamiz. Kasb tanlashda onasining ta'siri katta bo'lgan. Sababi onasi ham o'qituvchi sifatida faoliyat yuritgan. Toshbayeva Yelena Viktorovna o'qituvchi bo'lganlar. Ular 40 yil maktabda ishlab, hozir pensiyadalar. O'shalarni kichkinaligimda kuzatib borib, yaxshi ko'rganman shu kasbni. Bolalarni yaxshi ko'raman. Uning fidokorona mehnati va kasbga sadoqati ko'plab shogirdlar hayotida yorqin iz qoldirmoqda.